Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugungi ishtirokimizni boshlaymiz. Kimda murojaatlar bo'lsa, ham murojaat qilishingiz mumkin. O'zbek Shahmarning xo'jaligi rahbari bolalardan 200 ming kredit olish kerak. Qishloq xo'jaligi texnikalarini olib kelaman deb qarasa, qishloq xo'jaligi texnikalarini ishlatamiz keyin. Qishloq xo'jaligi texnikalari Qishloq xo'jaligi texnikalari uchun 200 ming kredit olishimiz kerak. Bizda 312 sonli qaror bo'yicha sizga kredit ajratamiz. 100 million so'mgacha garovsiz, 100 millionsiz garov bo'ladi. Demak, qolgan 100 millioniga garov ta'minlaysiz. Yaxshi. Yana kimda murojaat qiladi? Sizga qanday o'rgatadi? Ismat Xulosabek, chorvachilikka kredit olmoqchiman. Qaysi mahalladan? Muzbuloqdan. Sizga hozir xodimlarimiz bilan uchrashasiz, kerakli hujjatlarni olib kelasiz. Bo'lmasa 3 kun ichida hujjatlarni chiqarib, kreditingizni chiqaramiz. O'z pasport kopiya, o'z bank qilish guvohnomasi, javob taqdim qilasiz, mahallaning tashkilotini xodimlarga berasiz. Hozir Ochilov Farruhman, Ravshandan chorvachilik uchun 12 ming so'm kredit olmoqchiman. Ravshandan sizga xuddi shu bu kishiga aytilgandek pasport kopiya, o'z bank qilish guvohnomasi, mahalla hokimi yordamchingizdan tafsilotni olib kelasiz. Mutaxassislarimizni bersangiz, bo'lsa 3 kun ichida murojaatimiz ham bo'ladi. Vaqtdan O'raz Hasanman. Seximiz bor, xususiy akva sex, shuni rivojlantirish uchun 100 million kredit olmoqchiman. Sizga ham shu 312 sonli qaror bo'yicha 100 million so'm kredit ajratamiz, garovsiz. Hujjatlaringizni olib kelasiz, sizga mutaxassis bilan uchrashasiz. Kerakli bo'lgan hujjatlarni olib yozib beradi sizga. Hujjatlar topshirishingiz bilan 3 kun ichida bo'lsa kreditingiz chiqadi. Yana boshqa hech kimga savol bo'lmasa, bugun uchrashuvimizni yakunlaymiz. Rahmat.